Assalomu alaykum do'stlar, YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Sizlar bilan Portsugirdagi laboratoriyalar ishlash darsini boshlagandik. Ya'ni birinchi darsda umumiy access control zaifligini to'liq tushuntirib o'tdim. Ya'ni access control zaifligi nima, qanaqa holatlarda yuzaga keladi va uni turlarini gaplashib chiqqandik. Ikkinchi darsda to'liq Brusuit dasturini o'rnatishni va ichidagi kerak bo'lgan o'sha bo'limlarni har bittasini batafsil o'rganib chiqqandik. Endi bugun mana sizlar bilan Portsuigerdagi o'sha laboratoriyaning davomini ko'rib chiqamiz. O'tgan darsda mana shu user role controlled by request parameter, ya'ni 3-laboratoriyani ishlagan edik. Bugundan sizlar bilan 4-laboratoriyadan ulgurgan joyimizgacha ishlab chiqamiz. Xo'p, 4-laboratoriyada ochib olaman. Xo'p. Mana laboratoriyamiz ochildi. Bu yerda qaranglar. User profilni o'zgartirish orqali biz o'zimizning rolimizni, foydalanuvchining rolini o'zgartirsak bo'lar ekan. Masalan, qaranglar, shunaqa holat bo'ladi. Backendda sizga ya'ni tizimda ishlatayotganingizda har xil rol beriladi. Ya'ni rol ID beriladi. Rol ID ga qarab turib sizni nima ish qila olishingiz, nimalar bajara olishingiz, nimalarga cheklovlaringiz bor tekshirsangiz bo'ladi. Ya'ni tizim tekshiradi. Ya'ni sizni rol IDingiz agar pastroq bo'ladigan bo'lsa, demak siz bajara olmaysiz. Rol IDingiz yuqoriroq darajada bo'ladigan bo'lsa, bemalol ya'ni o'z darajangizga ga mos bo'lgan ishlarni bajarishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda zaiflik, ya'ni rol IDni ochiq holatda chiqarib qo'yadi va o'sha rol IDdagi kamchilik orqali biz o'zimiz darajamizni oshirsak bo'lar ekan. Xo'p, laboratoriyani to'g'ridan-to'g'ri Brusuitni brauzerda ochib olaman. Va birinchi navbatda biz ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak. Weiner buni boshida aytib o'tgandan, Weiner Peter bizning laboratoriyadagi login parolimiz hisoblanadi. Ro'yxatdan o'tdim va mana shu joyda qaranglar, rol ID qachon beriladi? Birorta ya'ni tizimga, ya'ni o'z akkauntingizga kirganingizda parolingizni o'zgartirganingizda yoki elektron pochtangizni o'zgartirganingizda yoki qaysidir o'sha ma'lumotingizni o'zgartirganingizda sizga berilgan rol orqali o'sha ma'lumotni o'zgartira olasizmi yoki yo'q? Sizga rol IDingiz orqali belgilab ketiladi. Keling, mana shu yerdan elektron pochtani o'zgartirib ko'raman boshqaga. Update email qildim, mana o'zgardi. Endi bu yerdan Brusuitga kiramiz va Brusuitdan history bo'limidan hozirgi change email bo'limini to'g'ridan-to'g'ri repeaterga jo'nataman. Ctrl R tugmasini bossak repeaterga keladi va bu yerda mana e'tibor beradigan bo'lsak, post so'rovi ketyapti change email qismiga. Va mana bizni o'zgargan elektron pochtamiz. Backendga, ya'ni serverga jo'nataman so'rovni. Xo'p, mana serverdan javob qaytdi va e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda serverdan username'imiz, elektron pochtamiz, IP keyimiz va rol ID'mizni bizga to'g'ridan-to'g'ri jo'natib beryapti. Mana shu holat juda ham noto'g'ri, chunki biz qanaqa rol ID ishlatishimizni, ya'ni kalitlarimizni to'g'ridan-to'g'ri ko'ra olyapmiz. Ya'ni mana shu yerda qaranglar. Kelinglar, mana shu rol IDni o'zgartirish mumkinmi? Mana bu yerga o'zimiz bitta shablon yaratamiz. Virgul qilamanda pastga tushib turib. Hop, rol ID 2.2 qilib ko'raman. Kelinglar, hozir 1 bo'lgan holatda nima bo'ladi? O'zi asli mana shu joyda rol ID'im 1 hozir. /admin qilaman. Ya'ni admin interfeysiga faqat administrator sifatida ro'yxatdan o'tganlar kira oladi, deyapti. Endi rol ID'imni 2 qildim, serverga jo'nataman. Mana rol ID'imiz 2 bo'ldi. E'tibor beradigan bo'lsak, endi brauzerga o'tamanda bir marta yangilayman. Mana bizda admin panel muvaffaqiyatli ochildi. Nimaga? Chunki men to'g'ridan-to'g'ri menga berilgan rol ID'imni o'zgartirish orqali o'zimning darajamni oshirdim. Admin panelda turibman. Carlos userni o'chiramiz va bizda laboratoriya yechildi. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri backenddan ma'lumot kelayotganda biz rol ID'larimizni ko'rsatib qo'yish yoki rol ID'ni o'zgartirishga ruxsat berish, ya'ni JSON formatda jo'natilishi bu juda ham katta xato hisoblanar ekan. Shuning uchun ya'ni masalan biz birorta ma'lumotni o'zgartirib to'g'ridan-to'g'ri Brusuit orqali tutib oldingiz va o'sha ma'lumot JSON formatda sizga kelyapti va rol ID boshqa kalitlar sizga ko'rinib turibdimi? Demak, shu yerda katta ehtimol zaiflik bo'lishi mumkin. Ya'ni shuning uchun juda ham e'tiborli bo'lishimiz kerak. Xo'p, endi keyingi laboratoriyani ishlaymiz. Xo'p, bu yerdan 4-sini ishladik va 5-si.
Ya'ni bu yerda so'rov parametri orqali userni ID'sini boshqarish zaifligi ekan va mana shu yerda qaranglar, bizga aytyapti, bu laboratoriyada horizontal privilege escalation zaifligi bor ekan user account sahifasida. Xo'p, qaranglar, privilege escalation nima degani? Privilege escalation ya'ni siz tizimga buzib kirgan paytingizda, ya'ni masalan siz deylik darajangizni xullas ruxsatini oshirish. Masalan, serverga buzib kirdingiz, qanaqadir zaifligi orqali buzib kirganingizda siz buzib kirgan userni darajasi juda ham past. Ya'ni siz hattoki o'zingizga berilgan fayllarni ham o'qiy olmaysiz. Ya'ni juda past darajadagi userga buzib kirdingiz. Xuddi o'sha joyda privilege escalation orqali o'zimizning darajamizni oddiy userdan root darajasigacha oshirishimiz mumkin. Mana shu narsa privilege escalation deyiladi va privilege escalation ikki xil turi bor. Horizontal privilege escalation bor, vertical privilege escalation bor. Xo'p, farqi nimada? Qaranglar, mana shu yerda horizontal privilege escalation to'g'ridan to'g'ri o'z nomi bilan tekis bo'ladi. Ya'ni masalan siz Xo'p, deylik oddiy holatda birorta tizimdan so'rov jo'natyapsiz va yuborayotgan so'rovingizni masalan qarang shu yerda, xo'p, birorta view detail qilaylik-da. Mana shu joyda oddiy holatda product ID 2 turibdi. Mana shu product ID ni 2 ni 3 ga o'zgartirsam, mana ko'rdingizmi, rasm o'zgaryapti. To'g'ri qilsam, yana o'zgaryapti. Ya'ni qaranglar, mana shu joyda o'zi asli hozir bu yerda boshqa zaiflik bor, ya'ni IDOR zaifligi bor. Shu yerda deylik product ID o'rnida qanaqadir user sahifasi turibdi. Userning ID'sini 1 qilsam birinchi user, 2 qilsam ikkinchi user, 3 qilsam uchinchi userga o'tyapti. Mana shu narsa horizontal privilege escalation. Ya'ni men o'zimning darajamdagi bir xil userlarning ruxsatini o'zgartira olyapman. Ya'ni meni darajam juda ham oddiy. Tizimga buzib kirganingizda 4 ta user bor. 4 ta userni bittasi root huquqi bor, ya'ni eng katta ruxsatga ega bo'lgan user, qolgan 3 tasida root huquqi juda ham, ya'ni root huquqi yo'q, oddiy user. Ya'ni o'sha yerda horizontalda siz o'zingiz darajangizdagi userlarni ichiga bemalol kirib, ma'lumotlarni o'qib, fayllarni o'zgartirish imkoniyati bo'ladigan ruxsat bu horizontal privilege escalation. Vertikal bo'ladigan bo'lsa, hozir bir daqiqa. Xo'p, bor uzr. Xo'p, demak qaranglar, o'sha yerda xullas horizontal privilege escalation, ya'ni xullas o'zimiz bilan bir xil userlarni ichiga bemalol kirib ma'lumotlarni o'qiy olishimiz. Vertical privilege escalation o'zi nomi bilan to'g'ri chiziq, ya'ni tepaga qarab bosadi vertikalda. Bunda ya'ni siz to'g'ridan to'g'ri administrator darajasigacha ko'tara olishingiz, ya'ni siz tizimga buzib kirdingiz oddiy user sifatida va vertical privilege escalationda nima qilasiz? Oddiy userdan root darajasigacha ko'tarilasiz. Ya'ni siz istagan ishingizni qila olasiz tizimda. Xohlasangiz o'chirasiz, xohlasangiz yaratasiz, xohlasangiz istagan narsangizni qo'shishingiz mumkin bo'lgan, ya'ni ruxsat bu vertical privilege escalation deyiladi. Ya'ni bu yerda aytilyaptiki, bizda horizontal privilege escalation. Ya'ni biz o'zimizning qanaqadir userimizga kirib, o'zimiz darajamizdagi boshqa userlarga ham o'tishimiz mumkin bo'lgan zaiflik bor ekan bu yerda. Xo'p. Okey, mana bu joydan laboratoriyani ochib olaman. Ya'ni Burp Suite'ni brauzerda. Xo'p, birinchi navbatda bu yerdan ro'yxatdan o'tib olamiz. Weiner Peter orqali va qaranglar, mana bu yerda Weinerning akkauntida turibman va tepaga qaraydigan bo'lsak, mana Weiner useridaman. Mana shu yerda Weinerni Carlosga o'zgartiradigan bo'lsak, mana Carlosning akkauntiga kirdik. Carlosga berilgan IP kalit. Bundan oldin Weinerda turdi. Keldi, mana shuni administrator deydigan bo'lsak, mana endi administratorga o'zgardi. Bizga Carlosning IP kaliti kerak edi. Mana bu joyga kiritaman Carlosning IP kalitini, okeyni bosamiz va bizda laboratoriya ochildi. Mana shu narsa horizontal privilege escalation, ya'ni o'zimning darajamdagi userlarga men ham kira olyapman. Ya'ni bu yerda horizontal privilege escalation yoki bu IDOR zaifligi ham deyiladi, ya'ni insecure direct object reference. Foydalanuvchi ID'sini yoki nomini o'zgartirish orqali boshqa ma'lumotlarni ko'ra olayotgan bo'lsam men, ya'ni ID'ni o'zgartirayotganimda, o'sha narsa IDOR zaifligi deyiladi. Xo'p, endi keyingi laboratoriyani ko'ramiz. Keyingi laboratoriya bizda mana bu bunisi, ya'ni hozir buni ko'rdik. Keyingisi, xo'p. Ya'ni so'rov parametri orqali userning ID'sini boshqarishimiz mumkin ekan, faqatgina with unpredictable user IDs deyapti. Ya'ni bu taxmin qilib bo'lmaydigan user ID bor ekan. Ya'ni bundan oldin biz Weinerni Carlosga o'zgartirib,
Carlos accountiga kirib, uni IP kalitlarini oldik. Bunda unpredictable deyapti, ya'ni taxmin qilib bo'lmaydi, ya'ni taxmin qila olmaysan. Carlos, Wayner yoki 1, 2, 3 yozsang o'xshamaydi deyapti. Xo'p, ochib ko'ramiz. Ya'ni taxmin qilib bo'lmas ekan. Unda qanaqa qilib topamiz? Hozir buni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Xo'p, bunda ham o'sha horizontal privilege escalation zaifligi mavjud. Va bu yerdan yana o'sha Wayner va Peter useriga kirib olamiz. Mana bu yerda bizning Wayner akkauntimiz va tepani qaraydigan bo'lsak, qaranglar, mana endi bu joyda mana rostdan ham unpredictable, ya'ni taxmin qilib bo'lmas ekan. Bu yerda nechidir xonali, taxminan 20 xona oshiq atrofida bizda ID berilyapti. 2 bilan boshlanib 5 bilan tugayapti. Endi qaranglar, bu Waynerniki. Xo'p, home'ga o'tamiz. Bizga Carlosniki kerak. Mana shu yerda qaranglar, masalan yangilik saytlarda yoki masalan qanaqa deylik, birorta rasm joylansa yoki xullas backend tomonidan birorta tizimda, ya'ni saytning administratori orqali saytga birorta yangilik ma'lumot joylansa, katta ehtimol o'sha postning tagida ya'ni joylagan avtori yoki IDsi ko'rinib turadi. Juda ko'p saytlarda masalan birorta postga kiraman va bu yerda qarayman. E'tibor beradigan bo'lsak, bu administrator user tomonidan joylangan ekan. Xo'p, bunga kiramiz. Bu ham administrator. Bu-chi? Bu ham administrator. Bu ham administrator. Oxirroqga tushaylik. Mana Carlos. Mana Carlos useri. Bunisiga bossa bo'lar ekan. Carlos useriga o'taman. Bu Carlos useri joylagan post. Lekin tepada backend tomonidan to'g'ri biz Carlosni postiga kirganimiz uchun bu yerda Carlosga berilgan ID. Mana 2 bilan boshlanib 5 bilan tugatadi Waynerniki. Buniki mana 0 bilan boshlanib F bilan tugayapti. Bu yerda my accountga o'taman. My account meni accountim ichi va meni ID'im. Buni olamanda joylashtiraman. Carlosnikini enterni bossak, mana Carlosni accountiga kira oldik. Jo'natamiz. Okay, mana bizda yana bitta laboratoriya muvaffaqiyatli yechildi. Endi keyingisi hop. Laboratoriyani ochamiz. Ungacha yana o'sha user parametr orqali, so'rov parametr orqali user ID'sini boshqarishimiz mumkin. Faqatgina bu yerda redirect bizni qayergadir yo'naltirar ekan va o'sha yo'naltirgan paytda data leakage deyapti. Bu data leakage. Ya'ni bu yerda masalan data leakage degani ma'lumotlar qanaqadir sizdirib chiqariladi. Deylik masalan qanaqa tushuntirsam bo'ladi? Xo'p, qani laboratoriya davomida buni ko'rib ketamiz. Ya'ni o'sha biz qayergadir login qilganimiz yoki nimadir qilganimizda bizni yo'naltiradi qayergadir. O'sha yo'naltirish davomida orqa tarafda, ya'ni backend tomonidan qanaqadir ma'lumotlar bizga ko'rinib qolishi mumkin. Ehtiyot. Xo'p, ochamiz laboratoriyani. Wayner, Peter. Xo'p. Qaranglar, mana bu joyda Wayner accountida ekanmiz. Wayner accountiga kirdik. Buni Carlosga o'zgartiraman. Mana shu yerda bizni Carlosga o'tganimizda to'g'ridan-to'g'ri admin paneliga bizni yo'naltiryapti. Xo'p, qaranglar, mana shu to'g'ri usul o'zi asli. Masalan, bundan oldin qaranglar, IDsini topib, IDni yozganimda boshqa foydalanuvchining akkauntiga kirib ketadi. Bu juda ham noto'g'ri usul. Chunki siz IDsini topish orqali, ismini yozish orqali haligi foydalanuvchini akkauntiga o'sha kirib chiqyapsiz bemalol. Ichidagi ma'lumotlarni ko'ryapsiz. Lekin bizga ruxsat bermaslik kerak. Yo'q. Birinchi ro'yxatdan o'tasan, keyin seni ma'lumotlaringni ko'rsatishga ruxsat beraman deydi. Xo'p, endi qarang, bitta bizdan login parol so'raydi. Biz Carlosning loginini ham, parolini ham bilmaymiz. Agar bilganimizda akkauntga kirib ketsak bo'lardi. Xo'p, endi bu yerda qanaqa data leakage bo'lishi mumkin? Qaranglar. Mana shu yerda bitta narsa bor. Masalan, siz oddiy bitta misol aytaman. Xo'p. Bank orqali kartadan kartaga pul o'tkazyapsiz. Ya'ni siz kartadan, ya'ni men kartamdan sizga pul o'tkazyapman. O'sha jarayonda men kartamdan pulni sizga o'tkazish qilganimda keladigan SMS kod bor-u, qachonki SMS kodni kiritsak, keyin pul o'tadi. Lekin o'zi asli bizda SMS kod
kelishi shart emas. Chunki siz to'lovni o'tkazish qilganingizda bankdan pul уже chiqib bo'ladi. Ya'ni siz bankdagi sizni shot raqamingizdan pul chiqib bo'ladi. SMS kod nimaga? Ya'ni bizni rostdan ham telefonimizdan pul chiqyaptimi yoki yo'qligini tekshirish uchun SMS kod shunchaki bitta vositachi vazifasini bajarib beradi. Ya'ni qurilmadan chiqayotganligini tasdiqlash uchun bizdan SMS kod talab qilinadi. SMS kodni kiritsangiz, keyin pul уже naryoqdagi egasiga borib tushadi. Demak, mana shu yerda siz SMS kodni kiritmasdan sizni hisobingizdan pul chiqib bo'lyapti bankdan. Bu yerda ham nima bo'lyapti? Siz tepadagi Wayner'ni Carlosga o'tkazyapsiz. Mana bu joyda yo'q, birinchi login qilishing kerak deyapti. Login qilmasang, Carlosning ma'lumotlarini ko'rsatmayman deyapti. Lekin orqada balki ma'lumotlar chiqib bo'lgandir. Ya'ni batda biz login qilib kiraveramiz, lekin orqada shunday bizga ochilgan tayyor ma'lumotni, bekendagi ma'lumotni shunchaki ko'rsatib berishi mumkin-da. Demak, mana bu yerda qarang, bir suitga kiraman-da. Xo'p, proxydan qarang, mana bu joyda biz Wayner'nikiga kirgan edik. Mana Wayner'ning akkauntiga kirdik. Keyin Wayner'ni Carlosga o'zgartirdik, login sahifasiga jo'natdi. Lekin undan oldin Carlos akkauntiga o'sha kirib bo'lgan mana. Carlos akkaunti bu yerda mana 302 qaytaryapti. Ozgina pastroq ochadigan bo'lsak, mana Carlos username va unga berilgan IP kalit. Bu yerda mana shu narsa data leakage deyiladi. Ya'ni bizni qayergadir yo'naltiryapti, login sahifasiga yo'naltiryapti, to'g'ri usul. Lekin orqa tarafda bizning ma'lumotlarimiz sizdirib chiqarilyapti backenddan. Ya'ni backend ochyapti ma'lumotni, lekin ungacha, ya'ni backend ochishdan oldin yo'q, birinchi login qilasan, keyin ma'lumotini ko'rsataman deb. Lekin orqada o'sha ma'lumotlarimiz ko'rinib bo'lgan. Demak, biz buni olamiz. Mana bu joydan jo'nataman. Va mana bizdan yana laboratoriya yechildi. Yaxshi. Access control zaifligi unchalik qiyin emas. Xo'p, bunda nima ekan? Password disclosure. Ha, demak, qanaqadir o'sha userning ID'sini o'zgartirganimizda parollar, ya'ni disclosure oshkor bo'lishi, adashmasam fosh bo'lishi mumkin ekan. Xo'p. Sizga Carlosniki kerak yana. Xo'p. Wayner Peter. Ha, qaranglar, bitta akkauntga kirdim. Password disclosure degan bitta parol ko'rinib qolar ekan. Wayner'ni Carlosga o'zgartirsak, qaranglar, Wayner'da 5 ta parol turibdi, Carlosda mana uzunroq. Endi bu parolni qanday ko'ramiz? Siz qanchalik o'yin tugmasini bo'lsangiz, inspect degan tugma chiqadi. Ruschada prosmotr kodniki shunaqa. Inspect qilaman. Kod oynasi ochildi. Mana bu yerdan bu tugmani bosasizda, qarang, bitta parol ustiga bossak, mana parol turgan bo'limiga olib kelib beradi bizga. Type password degan, mana shuni ustiga 2 marta bossangiz belgilanadi. Shuni text qilib turib enter ni bossak, mana bizda parol ko'rindi. Endi mana shu narsa password disclosure, ya'ni parolni oshkor bo'lishi ekan. Okay. Bu yerdan biz my account logout qolamizda kiramiz. Carlosga parolni yozamiz. Mana Carlos akkauntiga muvaffaqiyatli kirdik. Yo'q, bizda nima deyilgandi? Ha, Carlosni o'chirishimiz kerak ekan. Biz bu yerdan Carlos emas, administratorni akkauntiga kirishimiz kerak. Va administrator akkauntiga kirish orqali Carlosning userini o'chirishimiz kerak bo'lar ekan. Mana bu text qilaman. Parol ochildi. Bundan chiqamiz. Logout. Administrator parol. Kirdik. Bu yerda mana admin panel ochildi. Admin paneldan Carlosni o'chiramiz. Bo'ldi, yana laboratoriya yechildi bizda. Va oxirgisi qoldi, ya'ni osonni oxirgisi. Bundan keyingilari sal nisbatan bundan ko'ra qiyinroq. Xo'p. Buni hozir ko'rib chiqamiz. Ya'ni live chat bor ekan buning ichida.
Mana live chat. Live chatda salom deb yozadigan bo'lsam, menga bot, shunchaki bot javob qaytaradi ingliz tilida. Bu yerdan view transcriptni bosadigan bo'lsak, hozirgi yozishmalarimiz bizga mana yuklab beryapti. Tayyor holati 2.txt ekan. Ustiga bosam, mana hozirgi yozishmalarimiz. Buni endi bunday qilaman men. Mana bu joyda HTTP history'da bizni hozirgi chatlarimiz mana yuklangan. Download transcriptda 2.txt da bizni yozishmalarimiz. Buni repeaterga jo'nataman. Send qilsam, ikkinchi yozishma. Buni 2 ni 3 qilib ko'ramiz. 3. Uchinchi transkript yo'q ekan. Birchi. Mana bir. Bu yerda hop Hi hol deyapti. I think o'ylashimcha men parolni unutib qoldirdim va menga tasdiqlash kerak deyapti. Hop, bu yerda o'qiydigan bo'lsak, mana passwordga qarang, aytayapti-ki, okay, so my password is deb turib, mana bu parolni nima qilyapti? Bu to'g'rimi deb parolni berib ketyapti. Bu kimning paroli? Bu katta ehtimol o'sha Carlos userning paroli hisoblanadi. Qani kirib ko'ramiz bu yerdan my account Carlos parolni kiritaman, login. Mana Carlos userga kirdi va bizda muvaffaqiyatli ishlandi laboratoriya. Xo'p, e'tibor beradigan bo'lsak, laboratoriyalar unchalik darajada qiyin emas. Hammasi o'sha backendni noto'g'ri sozlanganligi tufayli yuzaga kelayotgan zaifliklar orqali yechilyapti. Bu laboratoriyalar hammasini tartib bilan ishlab chiqing, juda ham foydali. Iloji bo'lsa videoni ko'rib, video orqali bajaring va qolganini hammasini, ya'ni qaytadan ikkinchi marta yoki uchinchi marta o'zingiz mustaqil videoni ko'rmagan holatda bajarib ko'rsangiz, ya'ni kiberxavfsizlikdagi laboratoriyalarni, ya'ni zaifliklarni yana ham yaxshiroq darajada tushunishingizga olib keladi. Mana bu yerda iloji bo'lsa matnlarni agar ingliz tilini bilsangiz yoki translate qilib, yaxshilab tarjima qilib, ya'ni matnlarni o'qib, sun'iy intellektlarni internetdan qo'shimcha izlanib, yana ham ko'proq ma'lumotni olsangiz, sizga bundan ham foydali bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha har bitta videoni ketma-ket ko'rib, ya'ni o'zingizni bilimingizni rivojlantirishda davom eting. Xudo xolasa bu bo'lim, ya'ni katta ehtimol o'sha Portswiggerni iloji boricha har bitta laboratoriyasini ishlab, hammasini iloji boricha YouTube'ga bepul, ya'ni to'liq darslik sifatida joylab boraman. Mayli, o'zinglarni ehtiyot qilinglar, salomat bo'linglar. Xo'p.